Jurnalist va yozuvchi Xurshid Do'stmuhammad 1951-yil Toshkentda tug'ilgan. Toshdu hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan. U milliy va dunyo adabiyoti tajribalarini puxta o'rgangan ijodkor. Adib bolaligini shunday xotirlaydi: 14-15 yoshimda otam bilan yonma-yon o'tirib mahsdozlik qilardim. Oilada otamning so'zlari ikki bo'lmas. U kishi o'ta muloyim, kamgap bo'lsalar-da, bir nigoh tashlashlarining o'zi har qanday sho'xlikning o'tini o'chirib qo'yar edi. Hayotim to'laligicha kitob bilan, mutolaa bilan bog'liq. Biror kunimni kitobsiz tasavvur qilolmayman. Kitob o'qimagan kunimni behuda o'tgan deb hisoblayman. Xurshid Do'stmuhammad Behbudiy haqida hikoya qiluvchi 100 yillik qotillik nomli tarixiy-ma'rifiy qissa. Abdulla Qodiriy hayoti haqida yolg'iz, Abdulla Qahhor haqida qahr qissalarini yozgan. Shuningdek, uni Bozor donishmand, Sizif, O'yin kabi romanlari Hovli etagida uy, Panoh, Orom kursi, Jazman, So'roq, Sof o'zbekcha qotillik, Mahzuna, Hijronim mingdir mening kabi qissa va hikoyalari ham mashhur asarlari sirasiga kiradi. Xurshid Do'stmuhammad yapon, ispan, rus ijodkorlarining asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Mirkomilboy tarixiy shaxs bo'lib, 1860-yili Qo'qon xonligining Andijon shahrida boy savdogar oilasida dunyoga kelgan. 19-asrning 80-yillarida yer, suv va paxta maydonlariga ega bo'lib, katta boylik to'plashga muvaffaq bo'lgan. 20-asr boshlarida uning shaxsiy mablag'i 13-15 million so'mni tashkil qilgan. 1915-yilning oktyabrida bo'hton bilan qamalgan va surgun qilingan, lekin 1916-yilning boshlarida rus armiyasini qurollantirish uchun 500 ming so'm berish sharti bilan surgundan ozod bo'lib, Andijonga qaytgan. Mirkomilboy Andijon shahrida 30 o'quvchiga mo'ljallangan maktab-internat, 100 talabaga mo'ljallangan madrasa, kasalxona qurmoqchi bo'lib, loyiha tayyorlatgan. Biroq mahalliy ma'murlar bu loyihalarni amalga oshirishga ruxsat bermagan. 1917-yil boshlarida Sho'royi Islomiya jamiyatining Andijondagi eng faol ishtirokchisi ayblovi bilan muvaqqat hukumatning Turkistondagi vakillari tomonidan nohaq qamoqqa olingan va 1918-yilda otib tashlangan. Xurshid Do'stmuhammad 1992-yili Sharq yulduzi jurnalida e'lon qilingan "Uch hukumat qolipiga sig'magan boy" maqolasida shunday yozadi: Biz vatanimiz tarixiga, xalqimiz o'tmishiga doir voqea-hodisalarni hozirgi kun nuqtai nazaridan qayta baholash zarurati tug'ilgan davrda yashamoqdamiz. Nomlari qilgan ishlariga faqat qora bo'yoq chaplangan boy badavlat o'tmishdoshlarimiz hayotini bosib o'tgan yo'lini qayta o'rganish, ularni xolis nazardan kechirish bugungi kunimiz manfaati jihatidan ham nihoyatda zarur. Mirkomil Mirmo'minboyev ana shunday ahamiyatga molik yirik tarixiy shaxslardan biridir.